Barchangizni Kotexning onlayn fitness kurslarida qutlaymiz. Yarashadi loyihasi hayotiga anchadan beri sportni olib kirishni orzu qilgan qizlar uchun. Bu loyiha nimadan boshlashni bilmay yurganlar uchun g'amxo'rlik ila yaratildi. Kurslar sport tajribasi bo'lmagan ayollarga mo'ljallangan. Bu sizga o'zini yaxshi his qilish, g'ayratli va o'ziga ishongan bo'lish, oson mashg'ulotlar orqali asta-sekin ajoyib qomatga erishish imkonini beradi. Sport qiz bolaga yarashadi. Qo'lingdan hammasi keladi. Mashg'ulotlar uchun gilamcha va gantellar kerak bo'ladi. Agar gilamcha bo'lmasa, yumshoq adyol yoki pletdan foydalanishingiz mumkin. Gantellar o'rniga esa 1 yoki 2 litrlik suv idishlarini ishlatish mumkin. Kotexning ushbu loyihasi senga tartib-intizomni shakllantirish, mashg'ulotlar jadvaliga rioya qilish va hissiy zo'riqishdan xalos bo'lishga yordam beradi. Ushbu mashqlar to'plami butun tanani ortiqcha zo'riqtirmasdan faollashtirishga qaratilgan. U tanani murakkab texnika yoki yuqori shiddat bilan toliqtirmay, oyoqlar, gavda, qorin mushaklari va bo'g'imlarning harakatchanligini ishga tushirishga ko'maklashadi. Ushbu blokdagi mashqlar nafaqat mushaklarni mustahkamlashga, balki harakatchanlik, chidamlilik va tanani boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. Demak, vaqt o'tishi bilan harakatlanishingiz osonlashadi. Kun davomida quvvatingizni uzoqroq saqlaysiz, o'zingizni tetikroq his qilasiz va tanangizga ishonchingiz ortadi. Bu mashqlar hatto professional sportchi ayollar ham murojaat qiladigan bazaviy jismoniy tayyorgarlikning bir qismidir. Tizzani yuqoriga ko'targan holda qadam tashlash. Joyingizda turib, oldinga biroz siljigan holda tizzalarni navbatma-navbat qulay balandlikkacha ko'tarib qadam tashlang. Belingizni tik tuting, qorinni yengil torting. Harakatlarni xotirjam va bir maromda bajaring. O'tirib turib oyoq uchiga tegich. Avval butun kaftga tayanib o'tirib turing. So'ngra tanani rostlab oyoq uchlariga egiling. O'tirayotganingizda tizzalarni kaft chizig'i bo'ylab oldinga yo'naltiring. Belni keskin harakatlarsiz, ehtiyotkorlik bilan tuting. Agar mashg'ulotlarning boshida boshingiz aylanishini his qilsangiz, bu juda ham normal holat. Faqatgina mashqni oxirigacha yetkazing. Qani qizlar, bo'sh kelmaymiz. Oxirgi 5 tasi. Tirsakni tizzaga tekkizib, gavdani burish. Navbatma-navbat tizzani ko'tarib, tirsak unga tomon intiladigan qilib gavdani buring. Harakat nafaqat qo'llar, balki gavdaning mayin burilishi hisobiga ham bajarilishi kerak. Bukilmasdan, o'zingizga qulay suratda bajaring. Bu mashqda eng muhimi tirsakni tizzalarga tekkizish.
Parallel harakat bilan gavdani yon tomonga tashlash. Yon tomoniga og'irlikni tashlab, bir qadam tashlang. So'ngra gavdani tortib, qaychi usulida burilishni bajaring. Tayanch oyoq turg'un bo'lishi, tizza ichkariga bukilmasligi, bel esa yig'ilgan holatda qolishi kerak. Bu mashqlar menga tug'ruqdan keyin sport formamni tiklashimga juda ham katta yordam bergan. Eng muhimi doimiylikni saqlash. Kuniga 20-30 daqiqadan bo'lsa ham sport bilan shug'ullanish sizni katta natijaga olib boradi. Endi o'ng oyoqni davom ettiramiz. Mashqlarni bajarayotganingizda nafas olishni unutmang. Tizzani puls kabi tortish. Bir oyoq tayanch bo'lib turadi. Ikkinchisi bilan esa tizzani ritmik harakatda yuqoriga faol tortasiz. Gavdani tik tuting, orqaga yiqilib ketmang va barqarorlikni saqlashga harakat qiling. Bu mashq qiyin ko'rinishi mumkin, lekin aslida juda ham oson va qorin muskullariga juda ham foydali. Uy sharoitida ham shug'ullanib katta natijaga chiqa olishingiz mumkin bu mashq orqali. Egilib burilish. Qorin mushaklarining ishiga e'tibor qaratgan holda gavdani yengil burilish bilan eging. Bo'yningiz bilan o'zingizni tortmang va harakatni keskin bajarmang. Yaxshisi xotirjam va nazorat ostida bajaring. Mashqlarni bajarish davomida o'xshamayapti yoki qila olmayapman degan qo'rquvlar paydo bo'lishi mumkin. Bu juda ham normal holat. Eng muhimi davom ettiring va hammasi o'z joyiga tushib ketadi. Albatta birinchi, ikkinchi kun mashqlaridan so'ng o'zingizda charchoq his qilishingiz mumkin.
lekin 3-4 mashqida o'zingizda kuchni his qilasiz. O'tirib turish. Oyoqlarni yelka kengligida qo'ying. Oyoq uchlarini biroz yon tomonga qarating. Xuddi stulga o'tirgandek tosni orqaga tortib, pastga tushishni boshlang. Belni tekis tuting. Tizzalarni oyoq kaflari chizig'i bo'ylab yo'naltiring. Oyoq kaflarini polda to'liq saqlang. Keyin sekin-asta dastlabki holatga qayting. Bu mashqlarda eng qulayligi istalgan yoshda bu mashqlarni bajarish mumkin. Yosh chegarasi mavjud emas. To'g'ri turing. Gantellarni ikki qo'lingizga oling. Bir oyoq bilan oldinga qadam tashlab, ikki tizza taxminan to'g'ri burchak hosil qilinadigan darajada bukiladi. Keyin dastlabki holatga qaytib, boshqa oyoqda takrorlang. Orqani tekis tuting. Gavdani barqaror tuting. Oldinda turgan oyoqning tizzasini oyoq uchidan uzoqlashtirmang. Aytgancha uyingizda agar gantel bo'lmasa, suv to'ldirilgan baklajkalardan foydalanishingiz mumkin.
Katta o'zgarishlar kichik qadamlardan boshlanadi. Asosiysi, avvalo o'zingga g'amxo'r bo'l. Seni kuchli, o'ziga ishongan va baxtli qiladigan har narsa senga yarashadi.